Terateginlar mavzusini davom ettiramiz. Demak, antibiotiklar. Antibiotiklar bu bakteriyalarga qarshi ishlatiladigan katta dorilar guruhi hisoblanadi. Demak, antibiotiklarda avlodlari bor, guruhlari bor. Demak, biz quyida shu guruhlarni yoki bo'lmasa aynan spetsifik birorta dorini olib turib tahlil qilishimiz mumkin. Xo'p, birinchi, demak, teratogen ta'sir ko'rsatuvchi antibiotiklarga aminoglikosidlarni misol olsak bo'ladi. Bular homilada eshitish qobiliyatini yo'qolishiga olib kelib, bolaning kalta tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi guruhimiz bu tetratsikllar. Tetratsikllar asosan suyak-simon to'qimalar, tishlar va suyaklarga ta'sir ko'rsatib, ularda o'sishini normadan ko'ra oshib borishi mumkin. Xo'p, shuningdek, tishdagi rang o'zgarishlariga ham olib kela oladi tetratsikllar. Keyingisi florhinolollar. Ular asosan to'g'ay to'qimalarga ta'sir ko'rsatib, ularning rivojlanishini buzadi. Keyingi antibiotiklardan misolimiz bu trimetoprim. Trimetoprimda asosiy ishlash mexanizmi, ya'ni ta'sir yomon teratogen ta'sir mexanizmi bu folat kislotani metabolizmini buzishi. Natijada folat yetishmovchiligida kelib chiqadigan o'sha kasalliklar, misol uchun anencefaliya, spina bifidalar borada kuzatilishi mumkin. Xo'p, sulfanilamidlar bor. Sulfanilamidlarda o'ziga xos xususiyati, bular o'sha qondagi albumin bilan bog'lanib turib, albumin tashib yuradigan bilirubinni siqib chiqaradi. Ya'ni tasavvur qilishimiz uchun, misol uchun mana bu albuminda aytaylik, bilirubinlar bog'lanib qolgan. Endi bizda sulfanilamidlar berilgan paytda, sulfanilamidlar beriladigan bo'lsa, albuminni erkin holatda nima qiladi? Qonga erkin holatga o'tkazib qo'yadi. Natijada bu bilirubinlarning miqdori qonda oshib ketadi. Ya'ni bog'lanmagan bo'lgandan keyin, albuminga bog'lanmagan bo'lgandan keyin erkin holatda ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yon atrof to'qimalarga sizib chiqadi. Eng yomoni bu asab to'qimalariga, ya'ni asab demaylik, nerv to'qimalariga sizib chiqishi hisoblanadi. Endi bular yosh bolada shu nerv to'qimasiga o'tib, uni shikastlagani sababli o'sha bosh miyadagi muayyan bitta zonalarda ishini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu narsani, ya'ni bilirubinda nerv to'qimasiga o'tib miyani zararlashini aytiladi. Kernicterus deb ataladi. O'zbekchada biz aytishimiz mumkin, miya sariqligi desak ham bo'laveradi. Miya sariqligi. Qiyinroq tanaffus qilishga, soddaroq qilish uchun miya sariqligi deb atovsa ham bo'ladi. Keyingi bizdagi o'ziga xos dori bu talidomid. Talidomid absolyut, demak, absolyut homiladorlik paytida berilishga taqiq qo'yilgan dori hisoblanadi. Mana X kategoriyaga kiritilyapti. U hozir kamdan kam holatlarda o'sha miya shishini davolash uchun, ya'ni miyadagi miya shishi deganlarning suvli shish emas, bu o'sha miyadagi o'smalarni davolash uchun miyeltomani ishlatiladi. Oldinlari 1950-yillarda u tekshiruvchi vosita sifatida ham ishlatilgan. Xo'p, endi uni o'ziga spetsifik teratogen ta'siri nima deydigan bo'lsak, qo'l-oyoqlarda deformatsiya chaqiradi. Demak, ameliya qo'l-oyoqlarda umuman yo'qligi, mikromeliya qo'l-oyoqlarda qisqaligi yoki kam rivojlangani yoki fokomeliya qo'l-oyoqlarning noto'g'ri shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana bu rasmda o'sha hamma aytilgan belgilar ko'rinyapti. Qo'llarda demak qisqa va noto'g'ri shakllanganligi, mikromeliya, fokomeliya kuzatilyapti mana. E'tibor beriladigan bo'lsa. Xo'p, keyingi bizdagi dori bu dietilstilbestrol yoki DES qisqartma qilib, bu dorimiz guruhi nosteroid estrogen. Ya'ni nosteroid estrogenda berishdan maqsad bilamiz, bu kontratsepsiya. Tug'ruqda oldini olish uchun ishlatilgan yoki bo'lmasa homilani tushirish uchun ham ishlatilgan. Xo'p, 1971-yilda AQShda bozordan chiqarib tashlangan, sababi bor, chunki ko'krak bez saratoni rivojlanish xavfini onalar uchun oshirib olgan. Keyin o'sha o'smir yoshga yaqin bo'lgan yoki bo'lmasam bilsa bo'ladi, onasi shu dorini qabul qilgan farzandlarda reproduktiv tizimda anomaliyalar kuzatilgan. Misol uchun bachadon va qinda vaginani rivojlanish misollari keltirilgan. Mana o'shalarni ko'rib to'liqroq ko'ramiz. Demak, reproduktiv tizimda dietilstilbestrolda demak qanaqa demak
nuqsonlarga olib kelishi. Birinchisi gipoplastik bachadon, ya'ni bachadonning normadan ko'ra kichikligi yetarlicha rivojlanmasligi. Bachadon bo'yni gipoplaziyasi. Ya'ni bachadon bo'yni tor bo'ladi bunda. Vaginal adenos. Adenos nimaligini keyin patologiyada ko'rasizlar. Keyingisi bachadon va bachadon bo'yni epiteliyasi va vaginal metaplaziyasi, ya'ni epiteliy to'qimasi bor. Normal holatda to'qimalarda, misol uchun bitta tipdagi epiteliyasi bo'ladi. Shu epiteliy boshqa bitta epiteliga aylanadi. Ya'ni o'ziga xos bo'lmagan shildiq qavatga yoki bo'lmasam boshqa epiteliy to'qimasiga aylanadi. Bu demak juda yomon, keyinchalik bu o'smagay o'tishi mumkin. Shu narsani nima deymiz? Metaplaziya deyiladi. Xo'p, to'g'ridan keyin Müller to'qimalari saqlanib qolishi. Müller to'qimasi agar jinsiy sistemada kimda esda bo'ladigan bo'lsa, Müller kanali bu demak siydik chiqarish sistemasi bilan erkaklar jinsiy sistemasini rivojlanishiga sabab bo'ladigan nima edi? Naydi. Demak, shu nayda ayollarda siydik chiqarish sistemasini hosil qiladi, erkaklar jinsiy sistemasini hosil qilishda qatnashmaydi. Shu kerak emas u yog'i. Lekin bu dori qo'llangan paytda shu kanalda to'qimalar saqlanib qolishi mumkin. Xo'p, keyingisi onkologik xavf, ya'ni nima, qanaqa onkologik xavf deysa, demak, vaginani shaffof hujayralar adenokarsinomasi, ya'ni bezdan kelib chiqqan rakka sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Yuqori darajada demak, mana bu ko'proq tipdagi anomaliyalarni keltirib chiqargani uchun tepada shu anomaliyalar hisobiga demak, bepushtlik yuzaga kelishi mumkin bu dorini qo'llanganda. Xo'p, keyingisi alkogol. Alkogolning ta'sir mexanizmi juda ham ko'p o'rganilgan va ko'p tomonlama. Demak, birinchisi bu neyrotoksiklik, ya'ni hujayralarda nobud qilish orqali, hujayralarning migratsiyasini buzish orqali demak ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, va natijada ko'proq o'sha yuzday xarakterli bo'lgan sindromga sabab bo'ladi. Buni FAS yoki fetal alkogol deylik sindromi. Fetal alkogol sindromi degan demak sindromga sabab bo'ladi. Bunda bosh hajmi kichik bo'ladi, ko'zlar kichik bo'ladi, o'sha ko'z yoriqlari ham kichik bo'ladi, yuqori lab va pastki lab, demak ko'proq yuqori lab yupqa bo'ladi, burun va lab o'rtasidagi silliq yoriq bo'ladi. Ya'ni biz normal holatda kim biladigan bo'lsa, burundan yuqori labgacha bunaqa egat o'tganda g'adir-budur joy bor. Mana kim ishonib ko'radigan bo'lsa, demak bularda shu joy silliq bo'ladi, tekis bo'ladi. Misol uchun yuzi qolgan terisi qanaqa bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Undan tashqari demak, tug'ma yurak nuqsonlari, skelet sistemasi nuqsonlari, aqliy zaiflik va rivojlanishdan kechikishga sabab bo'ladi alkogol. Xo'p, mana yuzdagi xarakterli belgilar, fetal alkohol sindromidagi, FASdagi. Xo'p, demak, burun tagidan yuqorilabgacha bo'lgan o'yiqning tekis bo'lishi. Mana bu yerda mana hammamizda bunday ikkita egat bor, bunday ketgan. Shu egat tekis bo'ladi. Hech qolgan teri bilan yuzda qolgan teri joyi bilan bir xil bo'ladi. Ko'z kichik ochilyapti mana. Xo'p, yuqorilabning nozik va yupqa bo'lishi, mana ozgina, juda yupqa yuqorilab. Xo'p, yuqorilabning shakli o'zgarib rivojlanish nuqsoniga ega bo'ladi ko'pincha holatda. Xo'sh, keyingi demak ta'sir mexanizmi bu tug'ma yurak nuqsonlari. Demak, atrial septal defekt, ya'ni ikkita bo'lmacha o'rtasidagi teshik mavjudligi. Keyingisi ventral septal defekt, ya'ni qorinchalar o'rtasidagi teshik mavjud bo'lishi. Undan tashqari fallotetradaz. Fallotetradasini o'tganimizda aytganmiz, bu birinchi demak belgisi tetrada bo'lgandan keyin 4 ta bo'ladi. Demak, birinchi belgisi o'ng qorinchadan chiquvchi demak yo'lning torayishi, pulmonar stenoz, ventrikulyar septal nuqson, yurakning o'ng qorinchasining gipertrofiyasi, aortaning noto'g'ri joylashuvi va dislokatsiyasi natijasida overriding aorta bo'ladi. Demak, mana shu 4 ta belgi demak bor fallotetradasi. Agar bu nuqsonlarni kimdir bilmaydigan bo'lsa, hozir o'tib tepadan topib, demak qon tomir rivojlanish nuqsonlari degan mavzularda demak berilgan. Xo'p, alkogolni o'sish va suyak tizimiga ta'siri, demak o'sishga kechikish sabab bo'ladi. Demak, vazni kam tug'iladi. Bolani qo'l va oyoq anomaliyalariga sabab bo'lishi mumkin. Spesifik aytadigan bo'lsa, barmoqlar qisqa tug'ilishi mumkin va bukilgan holatda kontraksiya, ya'ni tonusda demak tonus bilan bog'liq bu narsa shu qo'l oyoq anomaliylarida qo'l bukilgan holatda ko'proq bo'ladi, tug'ilgan bo'ladi. Xo'p, tug'ma kesdan chiqishi kim biladigan bo'lsa, mana bu son suyagining boshchasi bor. Shu demak alkogolning ta'siri natijasida tug'ilgan bolalarda ko'pincha shu son suyagining boshchasi joyidan ko'chib qolgan bo'ladi. Chiqib qolgan bo'ladi. Xo'p, alkogolning markaziy asab tizimiga ta'siri, demak struktural nuqsonlarda demak bosh hajmining kichikligi, mikrosefaliya. Bundan tashqari korpus kallozum degan demak bizning miyamizda qism nimasi bor?
zonasi bor. Demak, u ikkita yarim sharni bog'laydi. Undan tashqari cerebellum, demak miyacha bor. Undan tashqari bazal gangliyalar bor, harakatimizga javob beradigan. Shularning kichikligi yoki rivojlanish nuqsonlari. Xo'p, undan tashqari funksional o'zgarishlar jihatdan oladigan bo'lsak, noodatiy reflekslar. Gipotoniya, ya'ni mushak tonusining pastligi, bosh miya nervlarining nuqsonlari, demak, 12 juft nervimiz bor. Shu nervlar nuqsonlari ham kuzatilishi mumkin. Intellektual buzilishlar, ya'ni IQ ning pastligi, aqliy rivojlanishi kechikishi kuzatiladi alkogol ta'sirida homilada. Xo'p, alkogolda demak, trisemestrlarga ko'ra ta'sir ko'radigan bo'lsak, demak 3 ta trisemestr bor, 1 2 3. Xo'p, eng demak birinchi trisemestrda demak ko'proq yuz anomaliyalar kelib chiqadi. Demak, birinchi trisemestrda ona ichadigan bo'lsa, silliq burunlar burmasi, qisqa qovoqlar, yupqa lablar, demak bu fast fetal alkogol sindromiga kelib chiqishiga sabab bo'layapti birinchi trisemestrda. Undan tashqari mikroensefaliya, korpus kallozimning kichikligi. Korpus kallozim ikkita yarim sharni bog'lab turadigan tuzilmaydi, kim eslab bo'ladigan bo'lsa. Tug'ma yurak nuqsonlari, demak, bo'lma va qorinchalarda demak septal nuqsonlari o'rtasida teshik bo'lib qoladi. Deb aytdik tepada. Shular demak ko'proq birinchi semestrga xos. Endi 3-semestrda bo'ladigan bo'lsa, chaqaloqda vazn kamayishi, ya'ni o'lchami pasayishi sababli o'sha bolaning vaznining kam tug'ilishi, demak, o'sishga ta'sir ko'rsatar ekan 3-semestrda ona agar alkogolni ichadigan bo'lsa. Intellektual buzilishlar yuz va miya nuqsonlari bo'lmagan holatda ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni morfologik hech qanaqa haliga o'zgarish yo'q, lekin funksional o'zgarish bo'lishi mumkin. Funksional, ya'ni aqliy rivojlanish pastligi bo'lishi mumkin. Xo'p, demak bu alkogolda ona ichgan paytda bolaga ko'rsatadigan ta'sirlari edi. Demak, bu katta, juda ham keng ta'sirli teratagan hisoblanadi. Pastda endi keyingi videolarda chekishdan boshlab qolgan terataganlarni tahlil qilamiz.